Avvalambor men sizlarni bugungi ulug' ayyom kunlari, Ramazon kunlari ko'rib turganimda, uchrashib turganimizda juda ham benihoyat xursandman. Men Antratsit MChJ rahbari Qodirov Xolmatjon Yodgorjonovichman. Mana bugun Rishton tumanida davlat xususiy sheriklik asosida ijtimoiy soha obyektlarini isitish tizimini olganmiz. Mana 2-yilimizni ham tugatdik. Shu o'rinda o't yoquvchilarni taqdirlash marosimini o'tkazyapmiz. Mana hozir shu ulug' Ramazon oylarida iftorlik tashkil qildik. Shu iftorlikda hamma o't yoquvchilarimizni 350 dan oshiq o't yoquvchilarimizni taklif qilganmiz. Bundan keyingi ishlarimizda ham kuz-qish mavsumini betalofat olib o'tishda doim harakatni qilamiz. Xudo xolasa bunga erishamiz degan umiddaman. Assalomu alaykum. Mana men Cho'ng'ora qishlog'idanman. Hamraliyev Shuhratjon ismim. Maktabda ham bolnitsada issiqlik shu o't yoqaman, kotelda. Doimo chaqirganlarga ming rahmat. Mana to'yxonalarda osh berishyapti, sovg'a berishyapti. Bunaqasini biz hali kutmagan edik. Doim mana shu nimalardan mingdan ming xursandmiz.